500 yil ilgari ayol sehrgarlar bilan missionerlar orasida bir maydon jang yuz bergan bo'lib, shundan keyin jangda yengilib qolgan ayol sehrgarlar yurishtirishni maxfiy tutdi. O'zini haqqoniyat yo'lida deb atagan missionerlar ularni ko'rganli yerda qirib chapatdi. Hatto kishilar orasida hurmatga sazovor oymadiylik sehrgar Solinamo vabo tarqatuvchi jinoyatchi degan nom bilan kuydirib o'ldirildi. Bu voqea ayol sehrgarlarning yana bir qatim qo'zg'alon ko'tarishidagi o't tilsi bo'lib qoldi. Dinat xonligi ular jazo yurish qilish uchun askar qabul qilishga boshladi. Milodi 526-yili dunyoda sehrgarlik ilmi deb ataladigan bir fan maydonga kelgan. Holbuki u chog'dagi kishilar sehrgarlik texnikasini bilmaydi. Oy, jodugarlar qildi. Hamisi ularni qildi deb atadi. Ular odatda nega yurib oldigandir? Qarayamg'ir, kelgin opti, oldamchilik, odam o'ldirish. Qaytiribmi? Hey, mening itsizligim obat kuchirdi. Faqat missionerlar jamiyatida ishlashga arziydi. Samimiy, sodiq fuqarolar. Jadu ishlatib, qo'rqinish ham qalayimqanchilik paydo qilgan jodugar ayollarni missionerlar jamiyati tamoman yo'qotdi. Yigit, keling, joningizni echib qo'yay. Do'konni taqdiq. Mana tuz kerak. Aha. Maxluq. Aha, qadimga. Onu o'chib turibsizlar, kalasini pulga tegishimiz. Bu jahonda nihoyat oz ko'riladigan bir ahvol bor. Ya'ni normal odamlardan hayvonsimon odamlar tug'ilib qoladi. Rivoyat qilinishicha, maxsus odamning boshlanuvchi ayol sehrgarlarning sehr qilish qimmat quroli bo'lib, nihoyat ko'p pulga yaratgan. Shunlashqa doim har xil xatarli kishilarni qashlab o'ldirish qo'ydi. Bo'ldi. Bu joydan ketadigan bo'ldi. 13-nomer. Başqalar seni shundoq dedim, ha? Opa, siz mendan qo'rqmamsiz? Men hech qo'rqmayman. Yumaloq ko'zlaring, oq-oqam yumshoq mo'ylarimga qaraganda, yana doim kulimsirab turadigan og'zingmi bor? Mening go'shim uncha tatliq emas. Oy, men texi cho'ng o'ljaga erishdim deb o'ylab ekanman. Asli askarkan emasmi? Mushk oilasiga tava maqsadgan. Olsam, esingizdan cho'ng ishiga agishib, Allah sezimingizmi bag'asiz sezgurlishidi ekan. Boshqalar sizni nimati jon olar qora maxluq deganini angladim. O'zingiz yolg'iz elishib, butun dushman qo'shinni tarmar qila olaydi ekansiz. Mo'yingiz dushmanning qora qini bilan bo'yalganda xato tunib qolibsiz. Jodugarlar to'pini tezroq besilsa bo'ladi. Yaqindan buyon bu o'rmonlik ancha bexatar bo'lmay qoldi. Bu yovutungizni yana qalayimqanchilik chiqadimi? Mayli qurt qo'ng'iz bo'lsin yoki boshqa hayvonlar bo'lsin, hammasi o'xshash. Bu yerga ayol sehrgarlarni yo'qotib kelgan maxluq odamlarni yaxshi qarshi olmasak bo'lmaydi. Buni sizga sovg'a qilay. Davra qachon to'shdi? Nasbatqur. Sahadi fe'l, darhol ketib o't. Ovchilik qilsa, ikkinchi moddasi qush qovlash. Meni tanib ol. Mening ismim Ablah,
Bu jozigarlar odamning o'chtikini keltiradi. Немешка bundaq joyda? Yurkimiz qattiq makina, tujiblar tayyorlagan sho'rpani tujibotdimi? Ey, bo'ldi. Hozir bularni deyishadigan joy emas. Bu yerda sho'rpidami muhim ish bormidi? Rost ekan. Qadrli. Meni nimishqa ko'tarib qo'ysiz? Xatarlik bo'lg'ach shunda qildi. Boshqalar sizni o'ldirmoqchimi? Siz nima qilgandingiz? Jozigarlarning maxsus odam hujum qilishiga bahona ketyapti. Bo'ldi. Meni tushirib eting. Siz jozigarmi? Shundoq. Men jozigar. Men sizlik ichidan meni izlayotgan. Qayta paydo bo'lgan qorong'ulik sehrigari. Yenim de kızık. Siz zaten neyimi kılmakçı? Ay siz mening sho'rpamni to'kib atdingizmi? Yo'q. Qaytirib bering. Bu degan mening. O'xshagan bir qozon sho'rpa etib oldimga akirib noma'qul bo'lsa to'g'ri bo'ladi-ku deyman. Jozigarlarga noma'qul bo'lib o'tirmayman. Nima uchun jozigarlarga bunchalik o'shq qilasiz? Hozirgi ahvolimga o'rdanroq qarab beqib ondan so'ra. Lekin men oppoq mo'yla isi yushilmagan insonlarga o'xshaydigan yuzingizdan bezorlik his qilmayman. Yüzümün insonlarnikiga o'xshaydiganini qandoq bilib oldingiz? Naqs qaytirma afsonani bilmasam, qandoqmi hijr bo'lmay, o'zimni sehrgar deyalayman. Qaytirma afson? Jozigarlar yovvoyi maxluqlarning kuchini odamlarga yutkab qo'yish orqali ularni kuchli jangchiga aylantirdi. Nayta uzun yillar ilgari kishilar urush patqiqqa bitib qolgan zamonda ular millionlab jangchi maxluqlarni barliqqa keltirgan. Siz maxluq odamlarni jozigarlar barliqqa keltirgan demoqchimisiz? Agar sho'rpini bilmaydigan bo'lsangiz, men sehr bilan abdingizni beraman. Shimolda ocharchilik bo'ladi, janubda vafo tarqitibdiman. G'arbni chashqon bostirib bitaman. Sharqda bo'lsa qurg'oqchilik bo'ladi. Butkul jahon sizning savalligingizdan vayron bo'ladi. Qo'lingizdan kelganini qiling. Mening ishkim bor. Qosog'im ichib ketdi. U sho'rpani shundoq jafoda qaynatgandim. Ichishga shundoq taqozo bo'lgandim. Yana kelib sho'rpam ajoyib o'xshagan edi. Mening ishkim bor edi. Yana Yana ishmi? siz bu yerga zodi nima qilg'ili keldingiz?
Ko'zig'im eshib ketdi. Sizga javob berdik ma'lummi yo'q? Menga javob bersangiz yana bir qancha usib berman. Men hozir 13-numurda aytgan bir erni izlab jahon kezyapman. U mening qarindishim xizmatda o'ng'ishsizlikqa uchraganligi uchun ketib qolgan. Mushu kungacha hech qanday xabarim yo'q. Qaytibmikanmidi? Jodugarlarning qo'zg'olon ko'tarishi bilan munosabatli deyman. Agar vatanimni ishg'ol qilaman desangiz, men sizga dushman bo'laman. Ishg'ol qilaman? Men nimishqa bundoq avorchilik ishni qilgudakman? Siz nima qilasiz? Men bir narsani izlayapman. Kitobimni birisi o'g'irlab ketdi. Kitob? U degan tangrishi yo'q qimmatli kitob. Agar boshqalarning qo'liga tushib ketsa, intayin cho'ng sataq chiqadi. Nima bo'ladi? Butun dunyo halok bo'ladi. Undaqda rostlik qolsa, qo'rqib jinimni olay dedingiz. U kitobning orasidagi bir varaqini butun dunyoni halok qilishga yetib boshladi. Lekin buning men bilan nima munosabati? Men darhol safarga chiqishim kerak. Lekin hozirgacha ko'p qatim jodugar yo'qotilganlarning hujumiga uchradim. Bu davlatda o'zim yolg'iz safar qilsam bexatar bo'lmoqda. Shunlashqa siz meni qo'g'diq uchun bo'ling. Mumkin emas. Bashli keskin javob beryapsizku. Siz mendek sefigar o'g'laydigan odamni jodugarning qo'g'diqchisi bo'ling demoqchimi? Sizga haq berman. Bu pulning masalasi emas. Mencho jodugarlarga bek o'sh. Deginingiz boyi sizni qasab o'ldirmoqchi bo'lgan jodugarmi? Ay, ular emas. Jodugarlarning hammasi kishini bizar qiladi. Men jodugarlar bilan bulonchilarga tishtirni qimdiki o'sh. Lekin ular mendek maxsus odamni nihoyat yaxshi ko'rdi. Mush tashqi qiyofam sababli har kuni degidan qonliq jang qilayotgandek yashayman. Sizlarning iltifotinglar bilan hatto odamlarni bizga haybi ko'rsatdi. Shaharga kirishga ruxsat yo'q kunimda yo'qol ko'zimga ko'rinigicha bo'lma. Bunday gaplardan joq qo'ydim. Normal odamga o'zgarganingiz yo'qmi? Siz meni o'zgartira olamsiz? Bu oson. Lekin buning badaliga siz meni qo'g'dug'ichi bo'lishingiz kerak. Meni ozdirib diqqat qilmagan vaqtimda kallamni chepib akatmaydigansiz. Agar unda qilgan bo'lsa, bayil shunday qilasizin. Oy, siz nima qilmoqchi? Agar xotirjam bo'lolmasangiz, tilxat tuzaylik. Bu sehrgarlarning va'dasi. Faqat bo'lishim kerak. Bu tilxat mutlaq kuchga ega. Agar xiloflik qilsa, shu hamon jindan ayrildi. Jindan ayriladi? Qo'rqmang, xiloflik qilmasangiz hech ish bo'lmaydi. Qo'lingizni menga bering. Sizni hargiz o'ldirmayman. Qo'g'dash xizmati oxirlashgandan keyin sizni odamga aylantirib qo'yaman. Sehrgar janoblari, nemishqa meni tanladingiz? Maxsus odam bilan birga yursangiz, boshqalarning diqqatini tortib qo'ymabsiz. Siz bo'lsangiz, men boshqalarning diqqatini tortmayman. Siz mendan qo'rqmabsiz? Qo'rqidak nimasi bor? Yumshoq mo'ylaringiz, o'tkir ko'zingiz, kulgandek turadigan og'zingizmi bashli umma. Uning ustiga siningizdan o'nchirning turqi keladi. U o'rg'aq ay o'nchiri, qarang'u ham nam. Bashla rohat. Sizning siningizdagi bu furhat menga shu yerni eslatib qo'ydi. Pul bilan kallıdır hamısını epişkinlar. Balamga chiqilimiz deb ham xiyol qilmanglar. Lekin bizning endi boshqa ahvolimiz qolmadi. Nasıl odamning kalısını ularga topshirib bersak, bizning kanatga chiqilmaydi ekan. Öngürning puraqi. Bitti. Buni kuydirmasaklar tilxat kuchga ega bo'ladi. Nima qilyapsiz? Bundaq narsaning keragi yo'q. Qo'lingizni akilang. Bildim. Bu o'zgarmas va'da. Mana bu askarning usuli. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Nil. Oyi birini 13-numar degandingiz, endi o'zingizni nil deyapsiz. Mening ismim Qiziqmayman.
Men faqat qullarning o'z ismini chaqirman. Askar bo'lgandan keyin shunday chaqiraveray. Nima deb chaqirgingiz kelsa shundoq deng. Sehrgarlarga nisbatan ism intayin muhim. Agar menga haqiqiy ismingizni deb bersangiz, men hozirla sizni siziqimdan chiqmaydigan qul qilib yeta olayman. Amdilatdan rost sehrgarlarga o'xshadingiz. To'g'ri. Men degan rasmiy sehrgar. Sen yılıkı. Ustaz. Siz nima qilyapsiz? To'lib ketdi. Mening yumshoq mo'ylarim. Bu shundoq muxlagammi o'rningizda turing. Dunyodagi eng chiroyli qiz bilan uxlagandan keyin asli minnatdor bo'lsangiz to'g'ri bo'ladi. Xijil bo'lmay davatgan gapini. Bu qilsig'maydigan haqiqat-ku. Yuzingizmi qizarmaydi ekan sizlar. Acaba menga qiziqib qoldingizmi? Undaq ish yo'q. Tazimmi? Odamning kayfiyatini ushirib, undaq bo'lsa meni jonsiz jism deb qarasangiz bo'lmadimi? Siz degan mening karvatim, men sizning yostiqingiz bo'lay. Qolaymi qil so'zlamoqchimi? 13 nomerning sehrgarlik yo'nalishini nazarga olsak, mushu atrofda bo'lishi mumkin. Piloskit munari, o degan dushmanlarning bosi. Kitobning mazmunini nazarga olsak, uning sehrgarlar to'polon ko'targan o'ringa berishi aqlga muvofiq. Dunyoni vayron qilib o'tadigan qanday kitob bu? Siz sehrgarlikni qanchalik tushunasiz? G'aliz chambardan birini sizga bir nimalarni o'qiydi. Oqidan odamni hayron qoldiradigan ishlar yuz berdi. To'g'ri dedingiz. Aqsam sizni o'ltirmoqchi bo'lgan jadugar nur o'q otdi, shundaqmi? Shundoq. Sizlar qachondan beri bir tarafdan yugurib, bir tarafdan o'q sizishni o'rganib oldinglar. Ochig'ini aytganda, u sehrgarlik emas. Haqiqiy jadu. Jadu? Nima bo'ldi? Hech nima. Mushunda qo'pol askarningmi hozirgidek o'maq chaqlari bo'ladi ekan deysa? Nima deb yuriysiz? Bo'ldi, xijil bo'lmang. Mana texim o'maq bo'lib ketdingiz. Sizni quchoqlab qo'yg'im kelyapti. To'xtang. Sizga sehrgarlikni ko'rsatib qo'yay. Hozirlik ko'rsatamsiz? Okavi, Sister Gru, Vidi Omas, Vidi Sadan, Elon Niker, Mianis Audi, Keha Vitamin, Igonen, Demişsiniz belki. Haruray, Nix, Yati. İyi bu yavdun kızı. Yaxshi. Zerakchaq, tilakimni amalga oshir. Bakli ojiz o. Chapachashdan. Askar, mana bu sehrgar. O'zicha kelam. Askar. Endi sizga jadoni ko'rsatib qo'yay. Nizari ket. Bu deb maxsusni tutish bog'lig'i. 8-moddasi. Qafas. Ijro qiz. Mening ismim Nur. Buningda o'tgan so'z va atagan narsalarimizni ishlatamiz. Afsun chambarki bilan chaqirishning hojati yo'q. Faqat jadu texnikasini ishlatsak bo'ladi. Mana bu jadu. Zerakchaqni ishlatmabsiz, uni yordamiga muhtoj bo'lg'achqa chaqirg'aydingiz-ku. Undaq emas. Mushu kamchilik uni hech kim sinab boqmagan. Naqdga kelsak, bu narsani yigili bo'ladi. Bu garchi bak yeyishlik bo'lsa-mu bu atrofda ovlash cheklangan. Uni qo'yib o'taylik. Men hujum qilgan bo'lsam-mu, seni yevitishimdan aman qolding.
Ta'lim bor ekan. O'g'irlangan kitobga sehrgarlikning asosiy ilmlari xotirlangan. Zulmatning kuchi aslida tabiatning qonuniyatiga o'xshaydi. Kelishtirish imkoniyati yo'q. Men bu zulmatning kelishimnoma qoidasini jadu deb atayman. Jadu? Bu yerda kim? Tönövünki cadugar şu mu? Küçük balık ya o. Ya to'ng'izni qutirib bo'ldingmi? Yurakim qattiq borkin, ha? Sizni sehrgar bo'lgandan keyin cho'qim bilasiz. Uning kallasi intayin qimmatli. Men cho'qim texni kuchlanishim kerak. Fagito kurasa. O't og'iz, yalqinja portila. O'qsi, 6-marta o't org'amsi. Ijro qil, men ori bor. Qaytirib, ijro qil. Men nol. Meni bo'shtalab qoldingmi shunda? Bu menga tavajjudi. Mening aqlim, mening kuchim. Bu jadu bilan menga taqobil tursang, dahshat kulkilik emasmi? Shumtak, sehrgarlikni nereden o'rganding? Nilning sehrgarlik uyushmasida u yerdagi dastur Nilning kitobidan o'rgangan. Nilning kitobi? O'tkir so'z va atagan narsalarni ishlatamiz. Chaqirmay turiblar zulmatning kuchini ish qilsaqli bo'ladi. Bu mahorat Nil kitobidan boshlanadi. Men dal ashu Nil shu. U kitobni men yozgan.